Assalomu alaykum. Sabah avazlıq əsərləri kanalına xoş gəldiniz. Əsərlərimizni yoqtirgan bolsanız, dostlarınızga və başqa toplarga tavsiya qilib qo'ying. Əmdi anglaydiganlar, Şinjan Yaşlar Ösmirlər Nəşriyyatı 2008-yili 4-cü ayda 2-ci qitim nəşr qılğan biografiyalik roman Qaynam Ürküşi. Abdori Abdullah Talib. 28-ci bab. Sepil üstüdeki jang. 1. Ләңгер көчсіда қанлық пажия yüz berip әтісі, Lutfulla yetivatқан zindanның 7-ci numurluq kamerinin tömür rişatkılıq kiçik pəncərisi üstüdə payda bolğan acayip bir iş şairni heyran qaldırdı. Avgust ayının altın quyaşı türmə kamerinin tömür rişatkisidən zəy türmə içigə ötkür nurini əmdila sepişkə başlagan idi. Şair nur tushayotgan yerga kelib oftobga qoqilib o'ltirdi. Tömür rishatkaliq kichik panjaraning sirtqi girvikiga to'satdan chiroyli bir qarlig'ach uchib kelib qo'ndi. Lekin u xuddi kaynidan biri qo'g'lab kelayotgandek tashvish bilan darhol kayniga bir qarab oldi. Orqadan o'ng va so'l tarafga bir qitimdan qarab chiqdi-da, ondan kamer ichiga qarab to'xtamay vichirlab sayrashga boshladi. Şair, tabiatning bu mo'jizlik xislatidan hayron bo'lib, butun diqqati bilan bir go'zal qushqa qarab turadi. Hayotning elchisi vafodor qush kamer ichiga kirishga urinadi. Turma rishatkasining qisilchiqiga zaytun ranglik o'tkir tumshuqini tiqib qanot qoqdi. U qisilchoqdan kirolmay terikib, o'tkir tumshuqini ishqa salatdi-da, rishatka to'mirini qattiq cho'qilaydi. Gahida rishatkaga o'zini uratdi. Tirnoqlari bilan rishatka to'mirini tatalaydi. Uning chiroyli tuklari birdilla ta'tir o'rilib, parishon bo'ladi. Gahida orqasiga o'rilib uchib aylanadi. U yana qaytib keladi-da, rishatka qisilchiqidan zay zindonda o'ltirgan shoirga qarab, zo'q bilan sayrab ketadi. Shoir ko'zini uzmay bir xilda qarlig'achga qarab o'ltiradi. Aradan xilib bir vaqt o'tib ketgan edi. To'satdan kamer sirtida bir saqchi paydo bo'ldi-da, qarlig'achqa chalmaytib uni qo'g'livatdi. Shoir o'ziga hamroh bo'lib kelgan bu suyimli qush vafodor do'stidan ayrilib, ikki ko'ziga liqqida yosh oldi. Uning xiyoliy tasavvuriga hozir nurg'un ishlar xuddi tasvirdek tizilib kelmoqda. Tabiat dunyosida ajoyib ishlar, ajoyib mo'jizalar uchraydi ekan. Uning uxtasiga kelib turishlari texmo ajoyib. Shoir hayajon ichida o'ziga savol qo'yib, javob izlaydi. Uningga yangi ilhomlar keladi. U o'rnidan turdi-da, marhum otishliq tijoratchi Rahman hadiya qilgan eliqi madan teshini qo'lga olib, kamerning qibla timiga tuvandiki qarlig'ach qo'shiqini yozishga boshladi. Meni zindonda deb anglab kelibsan g'amguzar qarlig'ach, bo'lay hamra deganmiding menga ko'p intizor qarlig'ach. Onamning so'zi bormidi, ko'zidan yosh oqarmidi, bu dunyo shuncha tarmidi, ko'ralmay baxtiyor qarlig'ach. Yatolmasdan kelar chog'da oldimni to'sib bog'da, qutuldim men pig'an dog'da, meni deb nolzor qarlig'ach. Çaç ösüp gulaç boldi, içimge zerdi kan toldi. İgiz ösken çınar soldi, bulbul zaru zar qarlig'ach. Pencir tümöri qat kirelmey eylidin periyat. İşkel putuda perhat bağri dağlınar qarlig'ach. Namert atıdu çalma, xanjar tutudu lalma. Hain qo'lida salma, men bir jangivar qarlig'ach. Mertke qararım bar, meydanda madarim bar. Xalqim deb shuarim bar, ungay lalizar qarlig'ach. Lutfulla mutarlib qarlig'ach qo'shqini kamerning timiga yezib bo'lib, taxminan birer soat o'tmayla butun turma atrofida jiddiy ansizlik paydo bo'lishga boshladi. Yer tavrash oldida qo'y, kalalar dalg'a yugurib, to'xu o'rdaklar qichqirishga boshlagan g'alati hodisa yuz bergan edi. Xabarchi qarlig'achning shoir yotgan kamerning panjaraga kelib qo'nishi va nola qilib sayrab ketishi, shoirdan ko'zini uzalmay qarab turib olishi, hozir paydo bo'layotgan hodislardan
bishorat bergan bo'lsa kerak. Qash daryosi bo'yidan tushgan partizanlar va yerlik dehqon partizanlari Sepil atrofiga yaqinlashdi. Sepil darvozalari qum, to'pa to'shqizilgan tog'arlar bilan taqaldi. Sepil sirtidagi idora organlarining xodimlari va ularning bola chaqalari Sepil ichiga qochib kirib-olishdi. Sepil ichida yotoq, suv qahatchiligi avj olib ketdi. Uy jiddiyligi sababidan dushmanlar mahbuslarni qistab, kamerlarni bo'shatishga majbur bo'ldi. Turmada qo'zg'olon yuz berib qilishning oldini olish uchun Uchqunlar ittifoqi a'zolarining hammasining putiga ishkal silvatdi. Shoir yotgan 7-numurliq kamerga nurg'un mahbuslar kirib keldi. Mahbuslarning ko'pligi kamer ichining qistonchiligi, tomoqning nacharligi, suvning qisligi mahbuslarning salomatligiga jiddiy xavf solmoqda edi. Kamer ichida havo yetishmaydi. Sesqichilikning dardiga chidab turish qiyin edi. Chusa pitlar yamraydi. Gundubaylar o'z jon qayg'usi bilan bo'lib, mahbuslarning hayot mamoti bilan qilcha kari bo'lmaydi. Shahar Sepili dehqon partizanlari tarafidan qo'rshilangandan keyin shahar ichiga qartib itilgan zambirak o'qlari viloyatlik saqchi idorasi qorosida va turma atrofida pat-patlab portlab turadi. 4 atrofdan itilayotgan minalar kechalari xuddi yo'riq yo'lduzlar eqib tushgandek Sepil ichini yo'rtibdi. Minalardan o't ketgan Sepil ichidagi uy imoratlarining yalqonlarini o'chirmoqchi bo'lishayotgan qo'g'dinish atritining a'zolarining varan cho'ronlari, yordar dushmanlarning vaysashlari aniq anglanib turadi. Mahbuslarning ruhiy holatida o'xshashmagan kayfiyatlar paydo bo'ldi. Ba'zilari o'lim vahimasining yaqin kelayotganligini his qilib, qibla tarafga yuzlanib, Xudodan omonlik tilaydi. Aralliq bir ma'zin yukinib o'ltirib, umrida qazo bo'lib ketgan barliq namozini to'ldirilish g'amida bir bulonda kecha kunduzlab oyat o'qiydi. Bir qotil mahbus ezida qimirlamay, parvosiz go'shiyib o'ltiradi. Shoir o'rindan dast turib, g'arib sanam va Tayir Zohra operalaridagi naqshlarni va Sodir Palvon naqshlarini aytib, o'limga qilcha pisand qilmay, g'amkin qiyofatda turadi. U iliqi madan toshni yana qo'liga oldida kamerning shimoliy timiga tuvandagi jangovar nazmini yozdi. Kuygusi barcha chayon chirik qo'mushning taktida, qalmag'ay saq ajdaha ko'ygan qo'mushluq taxtida. Qo'zg'ilib kelganda palvon arslanlar jush urib, to'y yasar shodiman bo'lib mahkum bo'zaklar rastida. Shoirning she'r naqshlari mahbuslarga ilhom bag'ishlaydi. Bo'libmi, Sodir palvonning jangovar naqshlarini anglagan mahbuslar xuddi vujudiga qaytadan jon kirgandek ruhlanadi va naqshidan kuchlik madad oladi. Qo'shna kamerda yetayotgan Osman putidagi ishkalni sharaqlatib o'rindan turdida hech nimadan tap tortmay mahbuslarga qarab xitob qilishga boshladi. Biz hozir chilbörning oldida u yavash qo'yni oson yeydi. Uning ig'iz burni qonga milangan, talatidan vahimlik yig'ib turdi. Biz hozir jallodning xanjari ostida, kamerning ichida mushunda xo'rliq tortib turib, yana do'stlarini setish bedeliga jinini qutuldirib qolmoqchi bo'lishdek sharmandalikni tarix kechirmaydi. Men hozir qo'shni kamerda Li Mutallib aytgan Sodir bo'g'imizning jangovar naqshidan yana yangi g'ayratga keldim. Chilbörlar meni qo'rqitolmaydi. Jallodlarning qilichi meni bosh egdirolmaydi. Mening butun vujudim hozir lavildab turgan bir yong'in. Men bu ajdaholarning uvisiga o't yoqaman. Bu mening qasmim. Xalq o'z qahramonlarini mangu yod etadi. Bugundan boshlab menga yomon niyatda bo'lg'uchilarni afu qilolmayman. Mahbuslar Osmonning so'zidan kuchli ilhom oldi. Ham o'zlarida ruhiy kuch va iroda hosil qildi. Tun yerim bo'lganda necha kundan buyon uyqusiz qolgan mahbuslarning ko'zlari uyquga ketdi. Osmon o'z o'rni yenidan kamer timini teshishga kirishdi. U ziraklik va chabdaslik bilan harakat qiladi. 2. Tajin Saxan Mumay
Gülendam va Salaxunning tunigun oqshomgi fojialik o'limi ustiga otliq yetib kelgan Nurulla boshchiligidagi dehqon partizanlari begunoh qurbonlarning beshida sukut qilib turganda tashqirqi bozor atrofidagi yoshlar tushma-tushdan kelishib Langar ko'chasiga to'plandi va partizan atritiga fidoi bo'lib qo'shildi. Partizanlarning sepi ulg'ayib, sepilning to'rt atrofini mustahkam qorshib oldi. Dushman chiriklari xuddi chashqan to'shkiga kirib olgandek sepil ichiga mo'kinib olishgan edi. Partizanlar sepilning to'rt atrofidan ularga shiddatlik o'q yog'diratdi. Sepil ustidagi chiriklar beshini ko'tarolmaydi. Atsi Langardagi cho'ng xonqa ichida Tajin Saxan Mo'may, Gülendam va Salaxunning namozi tushirildi. Nurulla matam murosimi oldiga chiqib, jarangliq ovoz bilan ko'pchilikka xitob qildi. Bugun biz intayin qayg'uliq hissiyotimiz bilan bu matam murosimini o'tkazyapmiz. Biz bu matam murosimini jang ustida o'tkazyapmiz. Biz cho'qim qurbonlar uchun intiqom olamiz. Biz cho'qim turmada azoblanayotgan qahramon shoirimiz Lutfullah Mutallib boshliq inqilobchilarimiz uchun qisos olmay qo'ymaymiz. Biz qayg'uni kuchga aylantirib, adolat uchun oxirgi bir tomchi qinimiz qolguncha jang qilamiz. Tavut ilib mingilgan chaqda Tajin Saxan Mo'mayning hayot qolgan yetim nevrisi Dilbarning yig'lab aytgan matam qo'shoqlari barliq kishilarning yurak bag'rini ezib tashladi. Vaqa sodir bo'lgan oqshimi u yotolmasda edi. Dafna murosimi oyoqlashib bir hafta o'tgandan keyin Dilbar fidoilikqa yezildi. U hadisi Gülendam qoldirib ketgan qizil kirsit belgilik doktorlik somkasiga uydagi barliq dorilarni qachilab, somkini va bir tal qisqa sapliq qilishni yelkisiga ostida shu kundan boshlab u vafodor aksi Lutfullah uchun, onasi va ochisi uchun intiqom elish kurishiga atlandi. U ochisi Gülendamdan o'qil silish, jarohatga dori chepish va jarohatni tengish, dezinfeksiya qilish qoidalarini xili puxta bilib olgan edi. Hozir ketayotgan shiddatli jangda uning bu kasbi bakmo ehtiyojli edi. Dilbar aksi Lutfullahga bergan va'dasi bo'yicha haqiqiy qahramon Anargul bo'lmoqchi. Nurulla, Rustam va Qurbon qilishlar Dilbarning bu jur'atini anglab, uningdan to'liq minnatdor bo'lishdi. Avgustning o'ttirlarigacha yatolmas o'rmonligini baza qilgan Nurullaning bir guruh partizanlari Lutfullah Mutallibni qutuldirish jangi qilish uchun jiddiy tayyorlik olib bordi. Dilbar mushu jangga qatnashish uchun doktorlik sumkasi va qilichini esib, uydan osh pishim vaqti bilan yotolmasga qarab yo'lga chiqdi. U Langar ko'rikiga yaqinlaganda orqa tarafdan bir tonish kishining qichqirgan ovozi anglandi-da, ko'rik qishida to'xtab orqasiga qaradi. Shu an Dilbarning yigiti Yunusning og'inisi Qodir bir qancha partizan yigitlar bilan billa yugurib kelib, "Nega ketyapsiz?" deb so'radi Dilbardan. "Yetolmasqa, Rustam akamlarninkiga", dedi Dilbar. "Yo'limiz bir ekan, bizmo shu yerga." Dilbar yerlik partizan fidoi yigitlar bilan billa yetolmasqa qarab madi. Qodir qatorliq partizan yigitlarmi qorallarini mursiga esib olgan edi. Bugun partizanlarning hamroh bo'lgan edin Dilbar bakmu xushal bo'ldi. "Sizlar qachon partizan bo'ldinglar?" Langar ko'rikidan o'tib, ikki yoqsi sugatlik yo'lga chiqqandan keyin Qodir boshliq partizan yigitlardan so'radi Dilbar. "Meni desingiz", dedi Qodir. Darhol Dilbarning savoliga javob berib, "Azaldan fidoiman. Mening Osman va Yunus bilan mushu mahallada billa cho'ng bo'lganligimdan xabaringiz bor-ku? Osman Nazir qamoqda. Uni Jos Mehmet Isa tutib berdi. U menimo ikki qitim yanchuqchi deb qamitib qo'ydi. Lekin u mening nurg'un pulimni para elib yeb ketgan edi. U ham paraxo'r, ham cho'ng ishpiyon. Mushu yaqinda biz u mal'unni shahri Kutak degan joyda tutib olib, qiyomatga uzatib qo'yib, toza puxodan chiqib qaytib keldik. Biz Osman bilan Lutfullah akamlar uchun rasa intiqom oldik. Bu intiqom texi oxirlashmadi. Biz endi Tajin Saxan onam va Gülendamlarning intiqomini olamiz."
Mərhum anısı bilan acısının ismi chiqqan hamon Dilberning bir jup qara ko'zidan taramlab yosh qo'yilishga boshladi. Qodir shu an Dilberga tasalli va ilhom berib, "Yig'lamang Dilber, biz cho'qim intiqom olamiz. Zolimlarning zo'ravonligi, vahshiyligi haddidan oshdi. Ularning zo'rliq, zo'mbuligi dastidan chidashga taqatimiz qolmadi. Shunga biz fidoyi bo'lib, qo'limizga qurol oldik. Bu yo'lda o'lib ketsak armanimiz yo'q", deb so'zini davomlashtirdi. Ular so'zlashib, yatolmas yesiga 2 chaqirimcha qolgan yerga borganda, o'rmonlik yenidan qattiq vaqirgan bir ovoz anglandi. Ular darhol izida to'xtab, ovoz kelgan tarafga quloq soldi. Uzun o'tmay ularning qishida qo'lida yinik avtomat tutgan bir partizan yugurib kelib, "Nega ketyapsizlar?" deb so'radi. "Yatolmasqa", partizan Dilberning bo'ynidagi doktorlik somkini ko'rib, "Singlim, somkingizda doringiz bormi?" deb so'radi. "Bor. Bak yaxshi bo'ldi. Biz yilroqda dushmanning bir cho'ng jasusini etib qo'lga tushirdik. Lekin uning puti zaxmlanib mang'almag'achqa qo'mondonlik shtabga aktalmayotimiz. Mening 2 sabdishim o'rmonlikda uningga qarab turyotidi. Shu yerga borsanglar." Ular birlikda o'rmonlikqa kirdi. So'gatga mahkam bog'langan bir jasusning yonida 2 partizan avtomat tutib turardi. Jasusning o'ng putining lepikidan qon shurqirab eqiyotdi. Yo'g'on bosh, char ko'z, bug'doy o'nglik, ustixonliq, kiyimlari jul-jul bu jasus o'qishdek ko'zini parqirtib, beparvolik bilan gizirib qarab turardi. Qodir jasusni ko'rib tonib oldi-da, g'azabini bosolmay etivatmoqchi bo'lib, qo'lidagi qurolni ko'targan edi. Partizanlar boshlig'i uning qo'lini tutib oldi. "Ta'xir qiling, biz avval uni shtabga borib, hukmni keyin chiqiramiz." Partizanlar boshlig'ining so'zi bilan Qodir o'q chiqarishdan to'xtab qoldi. Lekin Qodir partizanlar boshlig'iga jasusni tanishtirib, "Bu jasusni men taniyman. U qon qarziga bo'g'ilgan iflos", dedi. "O'zingizni besib oling", dedi partizanlar boshlig'i va Dilberni jasusning putini tengishga buyurdi. Lekin jasus putini tangdirishga zodi unimidi. Partizanlar boshlig'i uningga g'azab bilan varqirdi. U medir-sidir qilmay yanila ko'zini parqirtib turardi. Bu ahvolni ko'rib o'g'isi qaynab tashqan Qodir yana chidab turolmay partizanlarga murojaat qilib, "Dushmanga shafaat qilish o'zimizga malomat va falokat keltirdi. Bu jasusni men taniyman. Uning qulqiga qaranglar. Uning qulqini So'ng Zo'rxon degan maypurish xotinning pislik kuchga uzib olgan. Bu jasus Tojinsaxon anam, Gulandam, Salahun Ashpaz qatorliq 3 kishini ketsi kelib o'ltirgan Oblay Qavan degan mana shu. U Oqsuda nurg'un kishilarning sapqinini ichgan jallod." Qodirning so'zini anglagandan keyin Oblay Qavan birdilla xuddi bezgakdek titrashga boshladi. Zardisi qaynab turgan Dilber yugurib berib Oblayning yuziga bir necha qatim tükürib tashladi. Arqadanla onasi, hadisi va tog'isini aslab ko'ngli buzildi-da, o'zini besib ololmay buqildab yig'lab ketdi. Qodir partizanlar boshlig'iga Dilberning dardini tunishtirib, Oblay Qavan ustidan shikoyat qildi. Partizanlar boshlig'i Qodirning qo'ygan paketlariga amdi to'liq qoyil bo'ldi. Qo'rchoq qo'g'dinish atritining boshlig'i Jang Mahmud bu jasusni 2 hamroh bilan mushu yo'l ustida partizanlarni maxfiy o'ltirish uchun avatgan edi. Partizanlar buni sezib, bugun tong saharda pichanzorlikni qo'rshib olgan edi. Jasuslar bo'lsa pichanzorlik ichiga qochib kirib oldi. Qattiq jangdan keyin Oblay Qavanning 2 hamrohi o'ldi. U o'zi yolg'iz qochib mushu o'rmonlikqa kelganda partizanlarning o'qi tegib yaralanib qo'lga tushgan edi. "So'zingizga qoyil bo'ldim", dedi partizanlar boshlig'i jasusni shtabga akitishdan voz kechib, "Begunoh oqqan qonlar qisosi uchun qini amisa." Partizanlar boshlig'i o'q batlaglik miltiqini Dilberning qo'liga berdi. Qodir yana bir partizanning avtomatini oldi. Ular tangla o'q chiqarib jasusni jahannamga uzatib qo'ydi. Dilber va fidoyi yigitlar partizanlar bilan xo'shlashib yotolmasqa qarab mandi. Davomi bor.